Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Manzillar yaxshimi? Bugun men sizlarga O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari romanini aytib bermoqchiman. Bu kitob 1981-yilda qisqa hikoya qilib chiqarilgan va 2005-yilda to'liq kitob shaklida o'zbek xalqiga namoyon etilgan. U kitob ishonish shunaqangi kitobki, u yerda ikkita narsa bor. Ya'ni birinchisi, kitobda asosiy markazga onani olib kelinadi. U kitob o'qiganingizda onani onaga qanaqa qilib itoat qilish kerakligini, hozirda biz o'ylayotgan mana bu itoat qilishimiz, onaga mehr berishimiz bir tiyinligini shunaqangi tushunasiz, ishoning. Masalan, menda shunaqa narsa bo'ldi. Men hali ham o'sha kitob ta'sirida turibman-da. Onaga qanaqa qilib itoat qilish kerakligini, qanaqa qilib qul bo'lish kerakligini tushunib olasiz. Va O'tkir Hoshimovning hayoti qanaqa bo'lganini ham ozgina bilib olasiz. Va ikkinchisi nostalgiya. Ya'ni O'tkir Hoshimov o'zining davriga shuni sizni olib tashab qo'yadi. Siz u hayotdan chiqib keta olmaysiz. Ya'ni o'sha Ikkinchi jahon urushidan keyin o'zbek xalqi qanaqa qilib ko'tarilib kelayotganligini, o'sha davrdagi holatga sizni tashab qo'yadi u kitob ichida. Aytishim mumkin nimaga bu kitob endi o'qib bo'lding deb, chunki men videoni boshida aytdim, faqat jahon adabiyoti o'qirdim. Faqat jahon adabiyoti, fantastik janrda o'qirdim. Endi mana bu yerga kelib o'zbek adabiyotini qo'limga ushladim va audio kitobini eshitishga boshladim. Kitob shunaqangi zo'r yozilgan, men sizlarga tavsiya qilaman. Albatta o'qib yoki eshitib ko'ringlar. Sizlar chiqib keta olmaysizlar u kitobning gipnozidan, ishoning. Charchamanglar, ishlarga rivoj, kunni xayrli o'tsin.